Kishi niyatida sodiq ekanligini isbotlash kerak bo'ladi. Ustiga kelgan sinovlar, imtihonlar, mashaqqatlarda niyati yetishlik uchun uni to'sayotgan qanaqa bir to'siqlar bor, aqobatlar bor. Shularni bosib o'tishligi kerak bo'ladi. Nima uchun bunday sinovlar keladi? Bandani sodiq ekanligini Alloh taolo sinash uchun, dalillash uchun. Masalan, bir odam yerni qazib, quduq qilib yerdan suv chiqarmoqchi. 5 metr kavladi, yo'q. 10 metr kavladi, yo'q. 30 metr kavladi, yo'q. 100 metr kavladi. Ya'ni to'xtab qolmadi. Demak, suv chiqaraman degan niyatida sodiq ekan. Alloh bunaqa bandaga beradi so'raganini. Endi yana bitta odam bor, u ham yerni kavlab suv chiqarmoqchi bo'lyapti. 3 metr, 5 metr, 10 metr kavlaydi, suv chiqmadimi? Tamom, ish to'xtatib qo'yadi. Demak, bu odam niyatida sodiq emas. Bu niyatda sodiq bo'lishlikka siz bilan bizga chumolining ishi misol bo'ladi. Ko'rmaysizmi? Daraxt bo'lsin, devor bo'lsin, chumoli tirmalashib tevaga ko'tariladi. 15-20 sm ko'tariladi-da, yerga tushib ketadi. Yana harakat qiladi, endi 30 sm ga chiqadi. Yana tushib ketadi. Shuna bo'lib harakat qiladi. Mana shu yuqoriga yetishlik niyatida sodiq bo'lganligi uchun mana shu chumolini ham Alloh taolo noumid qilmaydi. Siz oldingizga qo'ygan maqsadga yetishlikda sodiqmisiz? Kelgan sinov, imtihon, mashaqqatlarga tayyor turing. Chunki shu bilan siz o'zingizga sodiqligingizni isbotlaysiz va maqsadingizga Alloh taolo yetkazadi. Shuning uchun bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, Alloh bilan bo'lgan muomalada rostgo'y bo'lsak, bu narsada amalimizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Gohida yolg'iz bo'lib qolasan, torlikka kirasan, mashaqqatga tushib qolasan, daromading ozayib ketadi, qarzga kirib ketasan, senga dushmanlik qilayotganlar ko'payib ketadi, hasadgo'ylar, g'iybatchilar, tuhmatchilar qilmagan ishlaringni qildi deb, aytmagan so'zlaringni aytdi deyshadi. Shunaqa holatda nima qilish kerak? Modomiki o'sha maqsadga yetishlikda sodiqmisan, haqqa yetishlikda rostgo'ymisan, sobit turish kerak. Chunki mana shu narsalar bilan Alloh taolo sinaydi biz rostgo'yligimizni. O'zi nima uchun Alloh taolo bandalarning ustiga imtihon, sinovlarni yuboradi? Masalan, Alloh taolo kimimiz nimaga yarashimiz yaxshi biladi. Nima Alloh bizni bilmaydimi? Sinab bilgani. Yo'q, Alloh sinovni bermasa ham o'zi kimimiz nimaga yarashimizni biladi. Bu sinovlar o'zimizni kimligimizni ko'rib qo'yishligimiz uchun. Masalan, o'qituvchi shunday kirdida, mana 3 tanga 4, mana 2 tanga 5, qolganlarga 3 desa, imtihon qilmasdan turib. Haligi 4 bilan 5 olganlar rozi bo'laveradi. Ona 3 olganlar yoki 2 olganlar nima deydi? Nimaga deydi? Ular ham biz ham imtihonni o'tmadik, nimaga 4 3 unga, nimaga 2 bizga desa, o'qituvchi aytadi, men senlarni bilaman, bolalar, saviyani bilaman desa, sinamadingiz, adolat bo'lmadi deydi. O'qituvchi biladi, 10 yildan beri o'qitayotgan o'quvchilarini nimaga yarashini. Unga ko'nmaydi bular. Endi imtihon bo'ladi. Imtihon o'quvchilarni kim ekanligini, nimaga yarashligini ko'rsatish o'zlari uchun. Tushunarlimi? O'qituvchi biladi taxminan kim qanaqa baho olishini. Demak, biz ustimizga kelayotgan sinovlar bizni o'zimizga kimligimizni ko'rsatib qo'yish uchun. Alloh taolo shunda ham biladi kim nimaga loyiqligini. Alloh taolo mo'minlarni sinaydi. Ustiga imtihonlarni, mashaqqatlarni soladi. Garchi u bandalar sahobalar bo'lsa ham, ularning oralarida Muhammad alayhisalom bor bo'lsa ham Alloh sinaydi ularni. Mana Xandaq kunini olmaymizmi? Alloh taolo aytadi: "Hunalika butuliyal mu'minun va zulzilu zilzalan shadida." Musulmonlarni sanog'i oz, mushriklarning adadi katta, 10 ming qo'shin Xandaqning narigi tomonida turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan 300 tagina odam qoldi. 3000 ga yaqin odam Xandaqni kavlashda qatnashgan edi.
Lekin Banu Qurayzaning xiyonatining xabari kelganda Rasulullohning oldida bor yo'g'i 300 ta odam qoldi. 10 mingtani qarshisida 300 ta odam turibdi. Shamol, sovuq, ochlik, qo'rquv musulmonlarning ustida hamma sinov yig'ildi. Hamma mashaqqat jamlandi. Mana endi sinalyapti. O'zi 3000 ta odam Xandaqni qazidi dedik. Banu Qurayzaning xiyonati ma'lum bo'lganda Madinaning orqa tomonida 2700 ta odam qaytib ketdi. Birinchi sinovda 2700 ta odam ketib yordi. 90% odam qaytib ketdi. 10% odam turibdi payg'ambarimiz bilan. 300 ta odam. Alloh taolo aytadi, ana o'sha joyda mu'minlar yana bir bor imtihon qilindilar va bu dahshatdan qattiq larzaga tushdilar. Payg'ambarimiz nimalarni va'da qilgandilar musulmonlarga bundan avval? Qaysar va Kisroni yurtlarini fath qilasizlar deganmidilar? Qayerda qoldi bu va'da? Ey Suroqa, qo'lingga Kisroning bilak uzuklarini taqqanda holing qanaqa bo'lar ekan degan va'dasi qayerda qoldi? Mana shu va'dalar turgan edi. Endi hozir 300 ta odam 10 mingtaga qarshi turibdi. Adi ibn Hotam Toyi islomga kirish arafasida Rasululloh aytgandilar: "Ey Adi, ehtimol musulmonlarning qo'lida pul yo'q, kambag'al ekanligi, dushmanlarning boy ekanligi seni islomga kirishdan to'sayotgandir. Vallohi musulmonlarning orasida shu darajada mol ko'payadiki, bir otliq odam oltindan, kumushdan bo'lgan zakotini olib istab yuradi kambag'al odammi, zakot oladigan odam yo'q bo'lib qoladi. Ehtimol musulmonlarni doimiy suratda jangu jadalda xavfda turishi seni islomga kirishdan to'sayotgandir. Vallohi ey Adi, Qodisiyadan bir ayol Baytullohga biron bir himoyachisiz o'zi kelganligini ko'rasan. Ehtimol musulmonlarni holi xarobligi, kambag'alligi, chodirlarda turishi seni islomga kirishdan to'sayotgandir. Vallohi Alloh mana shu ishni nihoyasiga yetkazganida Bobil qasrlari musulmonlarning qo'liga o'tadi. Qani bu va'dalar? Rasululloh shunaqa va'dalarni bergan edi-yu, ahvolimizni qaranglar. Deyishmadi bu yerga 300 ta qolgan musulmon. Siz Allohga bergan ahdingizda sodiqmisiz? Allohdan sinov kelishini kuting. Sinov keladi, o'tasiz, Alloh o'zini zimmasiga olgan, yetkazadi niyatingizga. Arablar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida sahroyilar, tarqoq, qashshoq, tezaydi hidi kelib turadi. Yeyish, ichishi oddiy, bir-biri bilan tinimsiz jangu jadalda. O'sha davrni aytish mumkin bo'lsa eng qoloq xalqi. Lekin o'sha zamonning eng ulug' davlatlari bo'lgan Fors bilan Rumni fath qilasizlar desa, albatta bu mustahil ko'ringan edi. Hunalika butuliyal mu'minun. Ana o'sha joyda mu'minlar yana bir bor imtihon qilindi. Islomda yo'q bo'lib ketishiga mana shu Xandaq kunida bir necha soatlar kifoya edi. 300 ta odamning ro'parasida Xandaqning u yog'ida 10 ming kishilik mushriklar qo'shini turibdi. Orqa tomondagi Banu Qurayza ahdiga xiyonat qilib, ular ham musulmonlarga hujum qilishga tayyor bo'lib turibdi. Shunday bir xatarli holat. Islomni yo'q bo'lib ketishiga bir qancha soat kifoya qiladi. Lekin Alloh boshqa narsani xohlagan edi. Mana shu paytda, mana shunday qiyin kunlarda munofiqlar nima deyishdi? Ha, bu odam bizga Rum bilan Forsni xazinalarini va'da qilyapti-yu, biz bo'lsa qozoi hojatga borgani qo'rqib turibmiz-a? Ana o'sha joyda mu'minlar yana bir bor imtihon qilindi deydi Alloh taolo. Imtihon kelishidan avval hamma bir xilga o'xshab ko'rinaveradi. Masalan, bitta sinfda 30 ta o'quvchi bo'lsa, imtihonda avvalida hammasi bir xil turadi. Harakat qilayotgan, yaxshi o'qiganga o'xshab ko'rinadi-da, imtihon bo'lgandan keyin qarasangiz, ikkitasi 5 oldi imtihondan, 4 tasi 4 oldi, yana bir 20 tasi 3 oldi. Imtihon ajratib berdi bu bolalarni ilmiy salohiyatini, ilmiy saviyasini. Xuddi shunga o'xshagandek siz bilan biz ham taqvoda ushaymiz. Sunnatda ushaymiz. Endi nafsimizga ozgina yoqmay qolsa,
ozgina qiyinchilik bo'lib qolsa, nima qilamiz? Ana shu qiyinchiliklar bizni sinar ekan, bizni aniqlab berar ekan kimligimizni. To'g'ri-da. Udobni bo'lganda, qulay bo'lganda namozni o'qiysiz, sharoit bo'lganda. Ozgina sharoit bo'lmay qolsa, o'qimay qo'yasiz. Robbimiz mo'minlar mana shunday sinaydi. Endi sen birodar mo'minsan. Xotirjam bo'l. Senga jannatda joy bor inshaalloh. Ana shu jannatdagi joyni so'rab turibsan o'zingga. Endi ana shu o'ringa loyiqmisan, yo'qmi? Robbing sinaydi. Haqiqiy mo'min bo'lsang, sinovdan o'tasan. Agar unday bo'lmasang, haromga, fisq fujurga kirib keta oladigan bo'lsang, demak sen sodiq emas ekansan. Hunalika butuliyal mu'minuna va zulzilu zilzalan shadida. Ana o'sha joyda mo'minlar yana bir bor imtihon qilindilar va bu dahshatdan qattiq larzaga tushdilar. Alloh taolo Ahzob surasida aytadi: o'shanda munofiqlar va dillarida maraz bo'lgan kimsalar ma va'adanallohu va rasuluhu illa g'urura deyishdi. Ya'ni Alloh va uning payg'ambari faqat bizga yolg'on va'dalarni berishgan ekan deyishdi. Munofiqlarning so'zi shunday bo'ldi. Lekin Alloh taolo aytadi: minal mu'minina rijalun. Mo'minlarning orasida rijollar bor. Erkeklari bor. Qarang, mo'minlarning ichida erkeklari bor. Mo'minlar orasida o'zlari Allohga bergan ahd va paymonlarida sodiq bo'lgan kishilar, rijollar bordir. Bas, ulardan ayrim kishilar o'z ahdiga vafo qildi. Ulardan ayrim kishilar esa shahid bo'lishga intizordir. Ular munofiqlarga o'xshab Allohga bergan ahd va paymonni buzishmadi, o'zgartirishmadi. Allohga bergan ahdini o'zgartirishmadi, buzishmadi. Qanaqa ahd edi u? Qanaqa ahd berishgan edi? Yengil kunida, og'ir kunida Allohga itoat qilishlikka. Dunyo matohiga ega bo'lganda ham, undan ajralib qolganda ham dinda bo'lishlikka. Bo'ydoqligida ham, uylanganda ham dinni mahkam tutishlikka. Kengchilikda ham, torchilikda ham, xursandchilikda ham, qayg'uda ham Allohga itoat qilamiz deb ahd berishgan edi. Endi birodar, sen bilan meni holatim shunaqami? Mana shu kunlarda hammasi, shu kunlarning har turi ustunga kelganida ham taqvodamisan? Agar shunday bo'lsang, xursand bo'l. Sen sinovdan o'tibsan. Biz mo'min sifatida Alloh taoloning bizga bergan kunidan rozi bo'lishimiz kerak. Biz juda xushyor bo'lishimiz kerak. Aytayotgan so'zlarimizda. Sen birodar, ey Robbim, bergan kuningdan roziman degin. Shunday deginda ehtiyot bo'l. Bergan kuningga roziman deginda ehtiyot bo'lgin. Orqasidan meni sinagin, har qanaqa kuningga turib beraman devormagin. Ma'qulmi? Roziman deginda uni orqasidan valakinna afiyataka awsa'uli deb qo'ying. Nima degani? Ofiyating men uchun yaxshiroqda deb qo'ygan. Parvardigor, bergan kuningga roziman, kunimdan roziman, lekin ofiyating yaxshiroq men uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. O'zingga ishonib ketib, Robbim meni bir sinab ko'r, meni imtihon qilib ko'r, men hammasiga chidayman deb bo'lmaydi. Vala takilna ila anfusina tarfata aynin vala aqalla min zalik. Duoda qarang go'zalligini. Parvardigor, bizni o'zimizni holimizga tashlab qo'ymagin. Ko'zimizni bir ochib yumguncha bo'lgan muddat yoki undan ham qisqaroq muddat. Yarim sekund ham, 4dan 1 sekund ham bizni Alloh o'zimizni holimizga tashlab qo'ymasin. Katta ketib bo'lmaydi. Valakinna afiyatuka awsa'uli. Lekin Parvardigor, ofiyating men uchun nima? Yaxshiroq. Nima deyishimiz kerak biz? Parvardigor, bergan kuningni hammasiga roziman. Qazoy qadaringga roziman. Bergan rizq nasibingga roziman. Mana shu ayolimga roziman. Shu farzandlarimga, shu uyimga hammasiga roziman, lekin ofiyating yaxshiroq baribir menga. Oddiy bir odam masjidga qatnaydi.
ilm majlislarida hozir topish tutishi endi el qatori o'rtacha. Mansabi ham yo'q, uylanmagan, uyi ham yo'q, ko'pchilik qatori. Ammo bir muddat Alloh bu bandasini sinaydida qo'liga dunyo beradi. Mansab obro' beradi. Oila beradi. Uyli bo'ladi. Shu narsalar qo'lida yo'q bo'lgan paytda masjidga kelar edi, darsga kelardi, ilmda edi, taqvoda, zikrda edi. Yo'qligi bilan sinaganida sinovdan o'tdi. Mana endi Alloh taolo berib sinaydi. O'sha qo'lida avval yo'q bo'lgan hamma narsani berdi. Endi nima bo'ladi? Masjid ham qolib ketadi, ilm majlisi ham qolib ketadi, zikr ham qolib ketadi. Demak, bu inson imtihondan o'ta olmadi. Nozik narsa shu. Yo'qligida chiroyli imtihondan o'tdi, yo'qligiga chidab sabr qilib o'tdi, endi bo'lganda nima qila olmadi? O'ta olmadi. Shuning uchun birodarlar, ey bandalarim, berganim mukofot, bermaganim jazo emas. Berganim sinov, bermaganim shifo. Alloh taolo bizni toqatimiz ko'tarmaydigan narsaga nima qilmasin, duchor qilmasin. Aytaylikki, ey Robbim, hammasiga roziman. Qazoi qadaringga roziman. Bergan rizqingga roziman. Oilamga, ayolimga, farzandlarimga, uyimga hammasiga roziman, lekin men uchun ofiyating kengroq. Payg'ambarimiz aytadilar: "Inna sidqa yahdi ilal bir." Albatta rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Va innal birra yahdi ilal janna. Va albatta yaxshilik jannatga yetaklaydi. Va albatta kishi rostgo'y bo'lishda davomiy bo'lar ekan, Alloh taoloning huzurida siddiqlardan deb yozib qo'yiladi. Alloh azza va jalla ana shu siddiqlar qatorida bo'lishimizga o'zi muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.